Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Shirin Baxtim kanali a'zolari. Moh Ramazon Sharifning 16-kuni yakshanba tongi muborak bo'lsin. Kuningiz xayrli, sermazmun o'tishiga tilakdoshmiz. Qilayotgan duolaringiz, savoblaringizni Allohning o'zi ajri bilan mukofotlasin. Dasturxoningizga to'kin sochilinlik, oilangizga fayz va baraka olib kelsin. Azizlarim, hayotingiz baxtli lahzalarga va takrorlanmas hayajonli daqiqalarga to'la bo'lsin. Hayot so'qmoqlarida sizni qo'llab-quvvatlaguvchi va istalgan paytda yordam qo'lini cho'zishga tayyor insonlaringiz aslo tark etmasin. Ishlaringizda ulkan zafarlar, omadlar tilayman. Qalb dunyoingizdagi orzularingiz, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Azizlarim, zero bugun yakshanba, dam olish kuni ekan, barchangiz